2023-2026 yillarda Toshkentda iqtisodiyot, transport, uy-joy, ta'lim, tibbiyot, kommunal infratuzilma, ekologiya, turizm va shahar boshqaruvi bo'yicha keng ko'lamli yangilanishlar amalga oshirildi. Ushbu davrning asosiy xususiyati bajarilgan ishlar hajmining kengayishi, yangi quvvatlarning yaratilishi va shahar hayotiga zamonaviy boshqaruv hamda xizmat ko'rsatish tizimlarining kirib kelishi bo'ldi. Iqtisodiyot, investitsiya va ishlab chiqarish. 2023-2026 yillarda bo'lgan davrda Toshkentda jami 1922 ta investitsiya loyihasi ishga tushirilib, ular hisobiga 86346 tadan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. 2023-yilda qiymati 3,4 milliard dollar bo'lgan 655 ta loyiha ishga tushirilgan bo'lsa, 2024-yilda qiymati 2,8 milliard dollarlik 649 ta loyiha amalga oshirildi. 2025-yilda yana 369 ta, 2026-yilning o'tgan davri mobaynida 249 ta yangi loyiha ishga tushirildi. 2023-2026 yillar mobaynida sanoat ishlab chiqarishi 167,6 trillion so'mga oshgan bo'lsa, xizmatlar hajmi 312,2 trillion so'mga, qurilish ishlari esa 72,2 trillion so'mga yetdi. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish 2024-yilda 3,2 milliard dollardan 2025-yilda 5,19 milliard dollarga yetgan bo'lsa, 2026-yilning o'tgan davri mobaynida yana 4,33 milliard dollar miqdorida xorijiy investitsiyalar jalb qilinishiga erishildi. Shu davrda Redix, Ronfarm NS, Daily Plast, AWS Optimum, Nodir kafirlar va Rio International kabi yirik ishlab chiqarish korxonalari ish boshladi. Ushbu 6 ta loyihaning o'zi 113,6 million dollarlik investitsiya va 1100 ta yangi ish o'rnini ta'minladi. 2023-2026 yillarda Toshkentda tadbirkorlik faolligi ham yangi bosqichga chiqdi. Ushbu yillar davomida poytaxtda 61160 ta yangi tadbirkorlik subyekti rasman ish boshladi. 2023-yilda poytaxtda 16453 ta yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 16465 tani, 2025-yilda esa 18616 tani tashkil etdi. Shu tariqa 2025-yilda yangi bizneslar soni 2023-yilga nisbatan 13% dan ko'proqqa oshdi. 2026-yilning o'tgan davrida esa Toshkentda yana 9626 ta yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etildi. Yangi avlod, yangi sanoat markazi. Toshkent sanoatining keyingi bosqichi yirik ishlab chiqarish hududlarini shakllantirish bilan bog'liq. 764 gektar maydonda tashkil etilgan yangi avlod maxsus sanoat zonasida oziq-ovqat, logistika, metallurgiya, to'qimachilik, tibbiyot va boshqa yo'nalishlarda 38 ta zavod loyihasi joylashtirilgan. Mazkur loyihalar to'liq quvvatga chiqqach, 8000 ga yaqin yangi ish o'rni yaratish, ishlab chiqarish hajmini qariyb 30 trillion so'mga yetkazish va poytaxt byudjetiga qo'shilgan qiymat solig'ining o'zidangina kamida 1 trillion so'm tushum shakllantirish ko'zda tutilgan. 2026-yilda hududdagi ilk yirik loyihalardan biri Jack Motors Toshkent avtomobil zavodining birinchi bosqichi ishga tushirildi. Natijada 35 million dollar investitsiya o'zlashtirilib, yiliga 10 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvati va 100 ta yangi ish o'rni yaratildi. Umumiy qiymati 135 million dollar bo'lgan loyihaning keyingi bosqichida ishlab chiqarish quvvatini yiliga 30 ming avtomobilga yetkazish va qariyb 1000 ta qo'shimcha ish o'rni yaratish belgilangan. Qurilish, uy-joy va mahallalar. 2023-2026 yillarda Toshkentning qurilish xaritasida ham
katta o'zgarishlar yuz berdi. 2024-yilda 22503 xonadonli 322 ta, 2025-yilda 19268 ta xonadonli 282 ta, 2026-yilning o'tgan davrida esa 13414 ta xonadonli 165 ta uy tayyor holga keltirildi. 2026-yil yakunigacha 25000 ta xonadonga ega 362 ta uylar qurib bitkazilishi va foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Mavjud uy-joy fondini modernizatsiya qilish ham kengayib bordi. 361 ta ko'p qavatli uyga 6500 ta quyosh paneli o'rnatildi. 42,6 ming kvadrat metr tom kapital va 218 ming kvadrat metr tom joriy ta'mirlandi. 2073 ta kirish yo'lagi yangilandi. 452 ta lift almashtirildi va 52154 ta energiya tejamkor LED yoritgich o'rnatildi. Obod mahalla dasturi doirasida 79 ta mahalla kompleks yangilash ishlariga qamrab olindi. 30 ta mahalla foydalanishga topshirildi. Qolgan 49 ta mahalladagi ishlarni 1-sentyabrga qadar yakunlash belgilangan. Dastur doirasida 315 kilometrdan ortiq yangi sug'orish tarmog'i barpo etildi. 57 ta quduq qazildi. 588656 kvadrat metr ichki yo'l asfaltlandi. 144677 kvadrat metr piyodalar yo'lagi va 385413 kvadrat metr yashil hudud tashkil etildi. Mahallalarda 303 ta bolalar maydonchasi, 175 ta workout zonasi, 50 ta futbol maydoni va 30 ta saylgoh, 65 ta amfiteatr, 65 ta nuroniylar maskani tashkil etildi. 1443 ta tungi yoritish moslamasi va 783 ta video kuzatuv kamerasi o'rnatildi. Shuningdek, 2026-yilda poytaxtning 124 ta mahallalarida obodonlashtirish va infratuzilmani yaxshilash ishlariga 1,5 trillion so'm yo'naltirildi. Yo'llar va jamoat transporti. 2023-2026 yillar davomida yo'l infratuzilmasini yangilash hajmi bir necha baravar kengaydi. 2023-yilda 163.152.7 kvadrat metr hududda kapital va joriy ta'mirlash ishlari bajarilgan bo'lsa, 2024-yilda 149.1 kilometr avtomobil yo'llarining asfalt qoplamasi yangilandi. 2025-yilda esa ichki yo'llar va markaziy ko'chalarda bu hajm 1,27 kvadrat metrga yetdi. 2026-yilning o'tgan davri mobaynida esa shahar yo'llarining qariyb 720 ming kvadrat metr qismi joriy ta'mirlandi. Ushbu davrda jamoat transporti tizimi ham tubdan yangilandi. 2023-yildan boshlab poytaxtga 2200 dan ortiq yangi avtobus va elektrobus keltirildi. Faol harakat tarkibi 1950 taga yetdi. Kunlik yo'lovchilar oqimi 2023-yilda 650 ming nafarni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 1,400,000 nafargacha yetdi. Ya'ni 2 baravardan ko'proqqa oshdi. Metropoliten yer usti halqa yo'nalishining kengayishi hisobiga 7 ta yangi bekat foydalanishga topshirildi. Metro tarmog'i 50 ta bekat va qariyb 71 kilometrga yetdi. Harakat tarkibini yangilash uchun yana 32 ta yangi vagon olib kelindi. Yo'l harakatini boshqarish yangi tizim. Toshkentda yo'l infratuzilmasini yangilash bilan birga yo'l harakatini boshqarishning alohida professional tizimini shakllantirish maqsadida yo'l harakatini tashkil etish markazi tashkil etilib, transport oqimlarini tahlil qilish, chorrahalarni optimallashtirish, piyodalar xavfsizligini oshirish va jamoat transportiga ustuvorlik berish bo'yicha kompleks ishlar boshlandi. Markaz faoliyatining 2026-yilning o'tgan davridayoq 264 kilometr yo'l bo'yicha harakatni tashkil etish loyihalari tayyorlandi. 271 ta chorrahada aqlli svetofor obyektlari qurildi, qariyb 4000 ta svetofor uskunasi hamda 3754 ta yangi yo'l belgisi va ko'rsatkich o'rnatildi. 61 ta chorraha va yo'l uchastkasida qo'shimcha qurilish ishlari amalga oshirildi. Qariyb 2900 ta ko'chaning yoritish tizimi tartibga keltirildi. BRT jamoat transportiga ustuvorlik berishning yangi bosqichi. Toshkent jamoat transportidagi eng muhim tizimli yangiliklardan biri Bus Rapid Transit, ya'ni tezkor avtobus transport tizimining joriy etilishi bo'ldi. Poytaxtda ilk
tezkor avtobus transport koridori Shota Rustaveli ko'chasining qariyb 7 kilometrlik qismida tashkil etildi. Ko'cha to'liq qayta tashkil qilinib, harakat 10 ta tasma bo'yicha yo'lga qo'yildi. Loyiha doirasida 21 ta yangi avtobus bekati va 463 ta aqlli svetofor o'rnatildi. Intellektual transport boshqaruvi joriy qilindi. Ko'cha bo'ylab avtoturargohlar, velosiped yo'laklari va yashil hududlar tashkil etildi. Sug'orish hamda drenaj tizimlari yangilandi. Ta'lim. 2023-2026 yillarda maktab ta'limi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha 75 ta loyiha amalga oshirildi. Ularning umumiy qiymati 1 trillion 74 milliard 827 million so'mni tashkil etdi. 2023-yilda 7626 ta, 2024-yilda 11130 ta yangi o'quvchi o'rni yaratilgan bo'lsa, 2025-yilda bu ko'rsatkich 14690 taga yetdi. 2026-yil davomida esa yana 11190 ta yangi o'quvchi o'rni yaratildi. Qurilish va rekonstruksiya ishlari natijasida jami 44636 ta yangi o'quvchi o'rni yaratildi. 2023-yilda bitta yangi maktab foydalanishga topshirilgan bo'lsa, 2025-yilda 2 ta, 2026-yilning o'tgan davri mobaynida yana 2 ta yangi maktab binosi foydalanishga topshirildi. 2023-2026 yillarda mavjud maktablarda jami 47 ta rekonstruksiya va 22 ta mukammal ta'mirlash loyihasi amalga oshirildi. Ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasiga yo'naltirilgan asosiy mablag'lar 68 milliard so'mdan oshdi. Maktablar kompyuterlar, interaktiv panellar, mebel, sport inventari, sanitariya gigiyena vositalari va energiya tejamkor uskunalar bilan jihozlandi. Xorijiy mutaxassislarni jalb etish ko'lami ham kengaydi. 2023-2024 o'quv yilida 320 nafar xorijiy mutaxassis faoliyat yuritgan bo'lsa, 2025-2026 o'quv yilida ularning soni 476 nafarga yetdi. 3 o'quv yili davomida jami 1074 nafar xorijiy mutaxassis ta'lim jarayonlariga jalb qilindi. 12 ta maktabda qariyb 690 milliard so'm yo'naltirilgan holda Toshkent tajribasi loyihasi yo'lga qo'yilib, o'quvchilar uchun aniq dasturlar asosidagi ma'lum sohaga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni va bepul tushlik tashkil etildi. Shuningdek, 18 nafar poytaxtlik o'qituvchilar Malayziya, Finlandiya va Shvetsiyada malaka oshirdi. Ta'lim infratuzilmasi bilan birga poytaxtdagi ta'lim xizmatlari ko'lami ham izchil kengaydi. 2023-yilda Toshkentda 12 trillion 376 milliard so'mlik ta'lim xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, 2024-yilda bu hajm 15 trillion 964 milliard so'mga, 2025-yilda esa 18 trillion 803 milliard so'mga yetdi. Natijada ta'lim xizmatlari hajmi qariyb 52% ga oshdi. 2026-yilning o'tgan davri mobaynida poytaxtda 12 trillion 694,5 milliard so'mlik ta'lim xizmatlari ko'rsatildi. Bu butun 2023-yilgi ko'rsatkichdan ham ortiq bo'lib, 2025-yilning mos davriga nisbatan 35% ga ko'proqdir. Sog'liqni saqlash. 2023-2026 yillarda sog'liqni saqlash infratuzilmasi bo'yicha 4 ta yangi tibbiyot muassasasi tashkil etildi. 8 ta muassasa ta'mirlandi va tibbiyot muassasalariga 2032 dona zamonaviy tibbiy texnika yetkazildi. Ushbu yo'nalishga jami 134 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish hajmi 2023-yilda 17,5 milliard so'mni, 2024-yilda 16,3 milliard so'mni, 2025-yilda 31,5 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilning o'tgan davrida esa sohani moliyalashtirish hajmi 68,7 milliard so'mga yetdi. Respublika ixtisoslashtirilgan allergologiya va klinik immunologiya markazi hamda Respublika onkologiya va radiologiya markazining yangi majmuasi qurib bitkazildi. Yashnobod va Yangi Hayot tumanlarida yangi oilaviy poliklinikalar barpo etildi. Mahalla tibbiy brigadalari tizimi joriy qilinib, har 2000 aholiga bir oilaviy shifokor, 4 nafar hamshira va 2 nafar doya biriktirish mexanizmi yo'lga qo'yildi. Mahalla, tuman va fuqaro kesimida tibbiy xaritalar yaratildi. Yuqori texnologiyali tibbiy xizmatlar ko'lami ham kengaydi. 2026-yilning o'tgan davrida shahar klinik shifoxonalarida 1420 ta laparoskopik amaliyot bajarildi. Angioplastika, kava filtr implantatsiyasi, yurak stimulyatori o'rnatish va stentlash kabi zamonaviy usullar amaliyotga keng joriy etildi.
Sport infratuzilmasidagi o'sish 2023-2026 yillardagi eng katta o'zgarishlardan biri bo'ldi. 2023-2026 yillarda 48 ta sport obyektida qurilish va modernizatsiya ishlari amalga oshirildi. Loyihalarga jami 4 trillion 686,7 milliard so'm yo'naltirilib, qo'shimcha qabul qilish quvvati 22.155 ta qatnovga oshirildi. 2023-yilda 8 ta sport obyektida ish olib borilib, 1180 qatnov qo'shimcha quvvat yaratilgan edi. 2025-yilda 25 ta obyektda qurilish va ta'mirlash ishlari olib borilib, qo'shimcha quvvat 20.315 qatnovga oshirilgan bo'lsa, 2026-yilning o'tgan davrida yana 7 ta obyektda umumiy qiymati qariyb 92 milliard so'mlik qurilish va ta'mirlash ishlari olib borildi. 2023-2026 yillarda sport obyektlari soni 3 baravardan ko'proqqa, qo'shimcha quvvat esa 17 baravardan ziyodga oshdi. 2023-2026 yillarda Toshkent sportchilari respublika musobaqalarida 17.909 ta, Osiyo va jahon miqyosidagi musobaqalarda 2762 ta, jami 20.671 ta medallarni qo'lga kiritdi. Issiqlik ta'minoti. Issiqlik ta'minotida eskirgan tarmoqlarni yangilash hajmi kengaydi. 2023-yilda 66 kilometr, 2024-yilda 76 kilometr, 2025-yilda 97,3 kilometr eskirgan issiqlik quvuri yangilangan bo'lsa, 2026-yilning o'tgan davrida 21,3 kilometr eski issiqlik quvurlari almashtirildi. 2023-2026 yillar davomida 916 kilometrdan ortiq quvurlar joriy ta'mirlandi. 693 ta qozon kapital va joriy ta'mirdan chiqarildi va 3 ta nasos stansiyasida yirik modernizatsiya ishlari, 73 tasida joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. 2026 yilda tizimni raqamlashtirish va yopiq issiqlik ta'minotiga o'tkazish ishlari kengaydi. Sergeli va Mirzo Ulug'bek tumanlaridagi 124 ta bino yopiq tizimga o'tkazildi. Xonadonlarga 50.264 ta smart issiqlik hisoblagichi, ko'p qavatli uylarga 270 ta umumiy hisoblagich o'rnatildi. Ichimlik va oqava suv tizimi. Suv ta'minotida yangi tarmoqlar qurish va eskirgan quvurlarni yangilash ishlari shahar markazidan yangi hududlargacha kengaydi. 2023-yilda 24,9 kilometr yangi ichimlik suvi va 16,5 kilometr oqava suv tarmog'i qurilgan bo'lsa, 2025-yilda shaharga qo'shilgan 23 ta mahallaning o'zida 72,5 kilometr ichimlik suvi va 10,7 kilometr oqava suv tarmog'i barpo etilib, 20 mingdan ortiq aholi markazlashgan suv ta'minotiga ulandi. 2026-yilning birinchi yarim yilligida 53 ta energiya tejamkor nasos o'rnatilib, 557 ming kilovatt-soat elektr energiyasi iqtisod qilindi. Xonadonlarga o'rnatilgan smart suv hisoblagichlari soni qariyb 120 mingtaga yetdi. 2026-yilning o'tgan davri mobaynida amalga oshirilgan ishlar natijasida 40 mingga yaqin iste'molchining ichimlik va oqava suv xizmatlari sifati yaxshilandi. Elektr ta'minoti. Toshkent elektr ta'minoti tizimida 2023-yildan boshlab amalga oshirilgan yirik modernizatsiya dasturlari natijasida 1522 ta megavolt amper qo'shimcha quvvat zaxirasi yaratildi. Asosiy dasturlar doirasida sohaga 3 trillion 248 milliard so'm, shuningdek, modernizatsiya ishlariga qo'shimcha ravishda 24 million AQSh dollari miqdorida xorijiy mablag'lar yo'naltirildi. 2023-2026 yillarda poytaxtda 3029 kilometr elektr tarmog'i qurildi va rekonstruksiya qilindi. 726 ta transformator punkti yangilandi. Natijada 42 ta podstansiyadagi yuklama 50-55% gacha tushirildi va 532 ming nafar iste'molchining elektr ta'minoti yaxshilandi. Avariyani bartaraf etish vaqti 3-4 soatdan 72 daqiqagacha qisqardi. Avariyaviy o'chishlar esa 24% ga kamaydi. Elektr tarmoqlaridagi texnologik yo'qotishlar 2023-yildagi 9,69% dan 2025-yilda 7,41% ga tushdi. 2026-yilda bu ko'rsatkich 5,4% ni tashkil etdi. Modernizatsiya va energiya samaradorligi hisobiga 560 million kilovatt-soat elektr energiyasi iqtisod qilindi.
Yangi Hayot tumanidagi Yangi Avlod hamda Bektemir tumanidagi ilk ota podstansiyalari foydalanishga topshirildi. Yangi Avlod podstansiyasiga har biri 80 megavolt amper bo'lgan ikkita kuch transformatori o'rnatildi. Ularning umumiy quvvati 160 megavolt amperni tashkil etadi. Bu sanoat zonasini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlashga, mavjud tarmoqlardagi yuklamani kamaytirishga hamda yaqin atrofdagi hududlarni rivojlantirish uchun qo'shimcha quvvat zaxirasini yaratishga imkon beradi. Kuchlanishi 110-35-10 kilovat bo'lgan yangi ilk ota podstansiyasi Bektemir tumani elektr tarmoqlarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirib, iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlash ishonchliligini yuksaltiradi. Shu kunlarda shaharda yana 15 ta bunday podstansiyalar ishga tushirilishi davom etmoqda. Gaz ta'minoti. 2023-2026 yillarda gaz ta'minotida dastlab yangi va rekonstruksiya qilingan tarmoqlar hisobiga quvvat oshirilgan bo'lsa, keyingi bosqichda butun tizimni texnik diagnostika qilish ko'lami keskin kengaydi. Ushbu davrda poytaxtda 16 kilometrdan ortiq gaz quvuri qurildi. 22 kilometrdan ortiq quvurlar mukammal, 366 kilometr gaz quvurlari joriy ta'mirlandi. 350 ta gaz taqsimlash punktida mukammal ta'mirlash ishlari bajarildi. 2023-2026 yillarda qariyb 7000 dan ortiq gaz taqsimlash punkti texnik ko'rikdan o'tkazildi. 4100 kilometr yer osti gaz quvuri tekshirildi. 257 kilometr quvuri bosim ostida tozalandi va 8506 ta regulyator o'rnatildi. Ijtimoiy muhit. Toshkentda shahar muhitini tashkil etishda piyodalar va aholining turli guruhlari ehtiyojlarini hisobga olishga qaratilgan yangi yondashuv bosqichma-bosqich kengaymoqda. Ko'cha va jamoat hududlarida to'siqsiz muhit yaratish, imkoniyati cheklangan shaxslarning erkin harakatlanishi uchun mavjud jismoniy to'siqlarni bartaraf etish, piyodalar yo'laklari va o'tish joylarini qulaylashtirish ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga skuter, samokat va boshqa kichik mobil transport vositalaridan foydalanish imkoniyatlari ham shahar infratuzilmasini tashkil etishda inobatga olinmoqda. Aholining yashash hududiga yaqin joyda sifatli dam olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida poytaxtning har bir tumanida saylgohlar tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Ko'kalamzorlashtirish va ekologiya. 2023-2026 yillarda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Toshkentda jami 4.534.800 tup manzarali, mevali daraxt va buta ko'chatlari ekildi. 2023 yilda 1.624.000 tup, 2024 yilda 1.162.000 tup, 2025 yilda 1.310.000 tup ko'chat ekildi. 2026 yil bahor mavsumining o'zida yana 437.000 tup ko'chat ekildi. Ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'chat ekishdan yirik yashil hududlar tashkil etish bosqichiga o'tdi. Yashil Belbog' loyihasi doirasida ko'chat ekilgan maydonlar 88 gektarga yetdi. Bektemir va Yangi Hayot tumanlaridagi hududlarda 32 dan ortiq daraxt ko'chati ekildi. 2023-2026 yillar davomida Bektemir tumanida 6,8 gektar maydonda yangi yashil bog', shuningdek 26.000 tup ko'chat ekilgan Oxygen Park barpo etildi. Chirchiq daryosi bo'yida 10 gektar yer rekultivatsiya qilingan holda yashillashtirish jarayonlari boshlandi. Jamoat transporti qatnaydigan 781,4 kilometr ko'cha bo'ylab ekish uchun 120 milliondan ortiq buta ko'chatini yetishtirish ishlari yo'lga qo'yildi. Shahar kanallari va kollektorlarga jamoat makonining bir qismi sifatida yondashish yo'lga qo'yildi. 500 kilometrdan ortiq irrigatsiya tarmoqlari tozalandi. 83 kilometr piyoda va velosiped yo'lagi, 12 ta ko'prik, 75 kilometr xavfsizlik panjarasi, 1480 ta tungi yoritish chirog'i va 12 ta favvora tashkil etildi. Chiqindilarni boshqarish. 2023 yildan boshlab poytaxtda chiqindi olib chiqish xizmatining qamrovi va moddiy bazasini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Maxsus trans xizmat qamrovi 2023 yilda 72% dan, 2025 yilda 86% ga, 2026 yilda 93% ga yetdi. Shahar bo'yicha barcha sanitariya operatorlari hisobidagi umumiy xizmat qamrovi 100% ni tashkil etmoqda. 2023 yilda 523 ta, 2024 yilda 775 ta
yangi chiqindi konteynerlari o'rnatilgan bo'lsa, 2025-yilda ularning soni 1277 taga yetdi. 2026-yilda yana 354 ta yangi chiqindi konteynerlari o'rnatildi. Shuningdek, 2023-yilda 18 ta yangi chiqindi yig'ish maydonchalari tashkil etilgan bo'lsa, 2024-yilda 52 ta, 2025-yilda 66 ta, 2026-yilning o'tgan davrida yana 34 ta yangi chiqindi yig'ish maydonchalari tashkil etildi. 2023-2026 soha uchun jami 52 ta maxsus texnika xarid qilindi. Yillik yig'ib olib chiqilgan maishiy chiqindi hajmi 2023-yilda 698 ming tonnani tashkil qilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2024-yilda 838 ming tonnaga, 2025-yilda 968 ming tonnaga yetdi. 2026-yilning o'tgan davri mobaynida 493 ming tonna chiqindi yig'ib olindi. 387 ta maxsus texnika GPS monitoring tizimiga ulanib, 1062 ta chiqindi yig'ish punkti bo'yicha xizmat ko'rsatish grafiklari avtomatlashtirildi. Raqamli Toshkent va xavfsiz shahar. Shahar boshqaruvida raqamlashtirish yangi bosqichga chiqdi. Havo sifatini kuzatish uchun Toshkent ochiq ma'lumotlar platformasi ishga tushirildi. 585 ta mahallaning aniq chegaralari raqamlashtirildi. 23 ta tarixiy mozaika 3D formatda jonlantirildi. Eski Jova dehqon bozorida 510 ta video kamerani birlashtirgan vaziyatlar markazi tashkil etildi. Poytaxt tumanlarida aqlli tuman platformasi asosidagi vaziyatlar markazlari bosqichma-bosqich yo'lga qo'yildi. Chilonzor va Sergeli tumanlaridagi markazlar orqali ijtimoiy obyektlar va hududdagi vaziyatni real vaqt rejimida kuzatish, idoralar ma'lumotlarini bir joyda tahlil qilish va tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati yaratildi. Mahallalarda xavfsiz muhitni kuchaytirish doirasida 16958 ta kuzatuv kamerasi va 8274 ta SOS tugmasi o'rnatildi. Profilaktika ishlarida elektron monitoring, video kuzatuv va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish kengaytirildi. Aholi murojaatlari bilan ishlashda ham natijadorlik oshdi. Toshkent shahar hokimligiga kelib tushgan murojaatlar 2023-yilda 9737 tadan 2024-yilda 8121 taga, 2025-yilda 7856 taga kamaydi. 2026-yilning o'tgan davri davomida 3457 ta murojaatlar kelib tushdi. Ushbu murojaatlarning ijobiy hal etilganlik ulushi 2023-yildagi 40,1% ko'rsatkichdan 2026-yilda 67% ga yetdi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va bandlik. Shahar infratuzilmasini yangilash bilan bir qatorda bandlik va manzilli ijtimoiy yordam dasturlari ham davom ettirildi. Investitsiya loyihalari doirasida 82 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. 2023-2026 yillarda ishga joylashtirish, tadbirkorlikka jalb qilish va boshqa ijtimoiy dasturlar doirasida 780 ming nafar aholining bandligi ta'minlandi. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni kasbga o'qitish, mehnat qurollari xaridi, oliy ta'lim va o'quv kurslarining xarajatlarini qoplash qamrovi qariyb 89% ga yetdi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash doirasida ushbu yillar davomida 50 mingdan ortiq ayol-qizlarga daromadini oshirishda ko'mak berildi. Ularning 16 ming nafardan ortig'i kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitildi. Ehtiyojmand xotin-qizlarga uy-joy, ijara, tibbiy xizmat va ta'lim xarajatlari bo'yicha manzilli ko'mak ko'rsatildi. Turizm va shahar hayoti. 2023-yildan 2026-yilgacha Toshkentga 16,933 ming nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Mahalliy sayyohatlar soni 24,578,900 tani. Turizm xizmatlari eksporti esa 6,161,2 million dollarni tashkil etdi. Xorijiy sayyohlar soni 2023-yilda 4,524 ming nafardan 2024-yilda 4,50 ming nafarga, 2025-yilda 5,169 ming nafarga yetdi. 2026-yilning o'tgan davri mobaynida poytaxtga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni esa 3,188 ming nafarni tashkil qildi. Turizm xizmatlari eksporti 2023-yildagi 1,411 million dollardan qariyb
40% ga oshib, 2025-yilda 1 milliard 970 million dollarga yetgan bo'lsa, 2026-yilning o'tgan davri mobaynida bu raqam 1 milliard 282 million so'mni tashkil qildi. Bugungi kunda Toshkentda bir vaqtning o'zida 59,6 mingdan ortiq mehmonni qabul qilish imkoniyatiga ega 1173 ta joylashtirish hududlari faoliyat yuritmoqda. 2023-2026 yillar davomida shahar bo'ylab umumiy uzunligi 27,2 kilometr bo'lgan 26 ta 24,7 turizm va gastronomik ko'cha tashkil etildi. Ushbu hududlarda 153 ta yangi xizmat ko'rsatish obyekti tashkil etilib, 1378 ta yangi ish o'rni yaratildi. 26 ta turizm ko'chasi faoliyati orqali 2500 nafar aholi bandligi ta'minlanib, shahar byudjetiga yiliga qo'shimcha 80 milliard so'm tushum shakllandi. Ayni paytda yana 21,8 kilometr uzunlikdagi 18 ta ko'chani tunu kun faoliyat yuritadigan savdo, turizm va gastronomik hududlarga aylantirish hamda 4,6 kilometrlik 3 ta kanal bo'yida sayilgohlar tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Ushbu loyihalar infratuzilmasiga 249 milliard so'm yo'naltirilgan. ...2023-yildan 2026-yilgacha Toshkentda amalga oshirilgan ishlarning asosiy natijasi faqat yangi obyektlar sonida emas, balki shahar rivojlanishining masshtabi va sifatida namoyon bo'ldi. Yo'l qoplamasining yangilash hajmi million kvadrat metrlar darajasiga chiqdi. Yil davomida yaratilayotgan yangi o'quvchi o'rinlari qariyb 2 baravar ko'paydi. Sport infratuzilmasida yaratilgan qo'shimcha quvvat 2023-yilga nisbatan 2026-yilda 17 baravardan ziyodga oshdi. Chiqindi olib chiqish xizmatida qamrov 72% dan 93% ga yetdi. Elektr tarmoqlaridagi kabel shikastlanishlari esa 369 tadan 45 tagacha kamaydi. Shu davrda Toshkentda tezkor avtobus transport koridori, yo'l harakatini tashkil etish markazi, aqlli tuman platformasi, vaziyatlar markazlari, smart kommunal hisob, yangi avlod maxsus sanoat zonasi, zamonaviy chiqindi poligoni va 24,7 turizm hududlari kabi yangi tizim va formatlar shakllandi. Natijada poytaxt iqtisodiy quvvatni oshirish, muhandislik infratuzilmasini yangilash, jamoat transportini rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilash va shahar boshqaruvini raqamlashtirish o'zaro bog'langan yagona rivojlanish jarayoniga aylandi. Toshkentning keyingi bosqichdagi taraqqiyoti uchun yangi ishlab chiqarish quvvatlari, yangilangan infratuzilma va zamonaviy boshqaruv tizimlaridan iborat mustahkam asos yaratildi.